Kam xarch, ichlari berch bo'lib qolmaydigan, judayam mazali, ustilari ko'mir chiqadigan mini eklerchalarni mana retseptim bo'yicha tayyorlab ko'ring. Siz ham zakazga tayyorlab daromadga chiqsangiz bo'ladi. Hamma sirlarini o'rgataman. Sut, suv baravar miqdorda solinadi. Sariyog', shakarni solib, gazda eritib olib, unni solamiz va gazga qo'yib, yaxshilab aralashtiramiz. Suvlari ketguncha va tegishli ozgina yopishadigan massa bo'lganda olib, sovutib, tuxumlarni solib, vinchikda yaxshilab aralashtirib turamiz. Tuxumni sekin-sekinlikda solasizlar. Lentichka uzilmaydigan holiga kelishi kerak va nasadka yordamida chiqarib olib, pastroq gradusda duxovkada pishirib olamiz. Ungacha esa temir idishlarimni baviyda yaltillatib olaman. Qaynatib, yaltiratib turaman. Har oyda shunaqa top-toza bo'ladi. Pishib chiqqandan keyin krem tayyorlaymiz. Krem uchun bizga slivka, moloko va tvorojniy sir kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi shunaqa quyuq massa bo'lgandan keyin men 3 ga bo'lib, yarimini shokoladli, yarimini fistashkali qilib oldim. Tayyor bo'ldi. Har xil ko'rinishda qilsanglar bo'ladi. Men 2 xil ko'rinishda yasatdim. Judayam mazali chiqadi.